Amerika Merkezi Axbarat İdarəsi 25 yanvar yeni bahalaş dokladi elan qılıb, 2020-ci il Xitayning Wuhan şəhərindən tarqılıb bütün dünyanı qaplagan COVID-19 virusunun hayvanlardan tarqılışı qaraganda təcrübəxanadan çıxan buluş ehtimallığının texmi yuqori ekanligini bildirgan. Mazkur yeni doklad Prezident Donald Trump tərəfindən CIA'nın başlıqlığı təyinləngan John Ratcliffe ötən hafta Amerika Kengash Palatasının təsdiqlashından ötüb vəzifəyə o'tirishning arkasıdınla e'lon qilingan. BBC'ning xabar qilishicha, Amerika Markaziy axborot idorasining bayonotchisi hozirgi mavjud dokladlarga asoslanganda yuqumning tabiiy manbadan tarqilishidan, uning tadqiqotga aloqador manbalardan tarqilish ehtimolligi texmi yuqoridek bo'lmoqda degan. John Ratcliffe birinchi qitimliq Trump hukumati davrida Aqsaroyning davlat xavfsizlik bosh nazoratchisi vazifasini o'tagan. U ayni vaqtda COVID-19 virusining tajribaxonadan tarqalganligi, bo'libmi uning Wuhan virus tadqiqot institutidan tarqalgan bo'lishi mumkinligini ilgari surib kelgan edi. Wuhan virusi tadqiqot instituti Wuhan shahridagi Huan hayvonotlar bozoriga yaqin joyda bo'lib, tunji yuqum mushu bozorda ko'rilgan edi. BBC'ning bildirishicha, John Ratcliffe o'tgan juma kuni Breitbart xabarlarining ziyoratini qabul qilganda, u Markaziy axborot idorasining virusning kelish manbasi masalasida betaraf turib olishdan voz kechishini va buningga bir chetda qarab turmaslikni umid qilganligini aytgan. John Ratcliffe mundaq degan: Xitoydan keldigan har taraflimilik tahdidga taqobil turish hamda ko'p so'zlagan ishlarning biri. Bu nima uchun 1 million Amerikalikning o'lishi va Markaziy axborot idorasining nima uchun 5 yildan beri COVIDning kelish manbasiga baho bermay bir chetda qarab turganligiga berib taqiladi. John Ratcliffening bildirishicha, bu uning uchun tunji kuni qiladigan ish ekan. Halbuki Xitoy Tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Mouning 27 yanvar inkas qaytirib, COVID-19 virusining tajribaxonadan chiqish ehtimolligining intayin az ekanligini bildirgan. Uning ko'rsatishicha, bu Xitoy va Dunyo Səhiyyə Təşkilatı mutaxassislarining o'rtaq xulosasi ekan. 并同相关科研人员深入交流的基础上得出的权威的科学结论，得到了国际社会和科学界的广泛认可。